Mundaq kep bulamaydiganda. Mening yana boshqa zakazlarim bor edi. Ay, Ma'qul, ma'qul. Mayli, tilsmoqlar. Bu sizkensiz-ku. Siz bu sizga bir ish bo'lmaganda? mening boshqa ishim bor tema menga yuray. To'xta. Sizga nima bo'ldi? Ha? Siz hozir tamoq yetkazib o'tasiz? Oilada biroq qiyinchilik uchurdingizmi? Ha? Gap qiling. Men shu anam og'rib qolgan. Charchadim hem Endi yangi o'qish tugagandan keyin boshqa berib ishlasam maoshni vaqtida bermay. Shu mushkilni qilayotgandim. Kimkan o? Qaysi shirkat? Tasimi bir. Men sizga desam-chi, unda vaqtida maosh olmaydigan shirkatlar uzoq qolmaydi. Ular hargiz qonunni to'g'ri qachanmaydi. Hadidan buni pulingiz zaman birga qaytib kelib beraman. Yana birga Gulmira. Bu ishni o'g'illar yaxshiroq qila oladi. Chunki o'g'illar chidamli. Siz tamoq yetkazma desangiz qiynalib qolasiz. Tamoq yetkazish anglanmoq osondek bo'lgan bilan amaliyotda to'limi tez bir ish. Tamoq yetkazish beklik qiyin. Men buni tushunaman. Siz qiz bola. Necha 10 yil o'qidingiz. Uydagilaringiz sizni shunchaki yaxshi o'qitib oxiri kelgan vaqtida siz degan qiz bola. Sizga nisbatan bu ish unchalar oson emas. Qo'lingizga nima bu? Voy, Shak yetkazgan bir zakaz. bu aşkım sodgir o'yini maqsadgan-ku. Hey, qaramabsiz. Ko'z degan kamon narsa, ko'miz bekor narsa deydi. Qarang, aşkım sodgir o'yi hozir sizga o'xshash xizmat kutayotgan yoshlarni 100 dan 200 gacha xizmat qabul qildi ekan. Yotqini ko'tarib, tushda bir vaqt tamoqini beradi ekan. Hey, qaramabsiz. Buningga siz mos kelasiz. Men o'z ko'zim bilan ko'rdim. Bir oyning ichida 100 ming yuan maaş alganlarni ko'rdim. Nimishqa bilamsiz? Ular bari ishtiyaqini shu kasbga berganlar. Aşkım sodgoroyga ishinib shu yerda xizmat qilganlar. Siz bu xizmatni qilib bir oyda shuncha ko'p pul topa olamsiz. Buning uchun jafoga chidaydigan bir yurak ketadi. Lekin siz qiz bola uningga mos kelib olmaysiz. Shunga bu telefon nomerini telefon qilib hozirning o'zida aloqa qilib boqaylimi? Ha? 166 5 tane 9 334. Men telefon boqay. Vay, aşkım sodgoroymi? Ha? Biz xizmat izlayaptik. Shunga biz boraylikmi degan. Ha? Biz birodam bir. Ha? Ma'qul. Biz hozirlik boraylik. Ma'qul. Yuring. Ay bo'ldi. O shuncha cho'ng sodgoro hitsa. Mendek Nima mendek? Qarang sizni. O'zingiz mushunda ishonmaysiz. Siz bizdan maktab bo'yicha eng yaxshi o'qigan qiz. Siz bunday tushunsangiz bo'lmaydi. Siz eng yaxshi sharoitda huzurlanishingiz kerak. Sababini bilamsiz? 10 necha yil jabhat etib o'qimoq osonmi? Ha? Ota-onangizlar endi yaxshi ko'rsatgan vaqt keldi. Ma'qulda. Aşkım sodgoroyi sizga o'xshash tirishqan, yaxshi o'qigan yoshlarga nihoyat yaxshi sharoit hozirlab beradi. Xotirjam bo'ling. Mayli Shinjonning qaysi tarafidan bo'lsin, mayli na'dan bo'lsin, kelganlarga yata qo'rlashtirdi. Faqat siz o'zingizniki talantini namoyon qilsangiz bo'ldi. Yuring. Ha? Sizga desam bor-ku, aşkım sodgoroyi hozir sizga o'xshash talantli, aqlli odamlarni yuqori maosh bilan ishlatadi. Siz cho'qim qila olasiz.